Chust ustida dehqonlar yurti. Ayniqsa kartoshkachilik borasida ushbu tuman nafaqat vodiyda, respublika miqyosida ham o'ziga xos tajriba maktabi yaratgan. Tumandagi 15 ta mahallaning asosiy drayver yo'nalishi aynan kartoshka yetishtirish hisoblanadi. Hozirda 5295 ta xonadonda ushbu ekin parvarish qilinib, 10 sotix yerdan 4-5 tonnagacha hosil olinmoqda. Muxbirimiz lavhasi bu boradagi boy tajribalar xususida. Quramatog' etaklarida joylashgan G'ova qishlog'i Namangan shahri markazidan qariyb 60 kilometr olisda joylashgan. Mana shunday olis hudud bo'lishiga qaramasdan xalqi mehnatkash. Asosan kartoshka yetishtiriladi va bir yilda 20 ming tonna kartoshka yetishtirib, hatto qo'shni davlatlarga eksport qilinmoqda. Aytish kerakki, mana shu sohibkorlar adir yerlarni o'zlashtirib, kartoshka ekish uchun maydonlarni hosil qilishgan. Bugungi reportajimizda shu haqdagi mulohazalarga quloq tutamiz. Yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bozorlar to'kinligiga erishishda Chust tumani dehqonlarining munosib hissasi bor. Ayniqsa G'ova qishlog'ini bu borada alohida tilga olish joiz. Tog'yon bag'rida joylashgan ushbu hududda 17 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Qishloqdagi aksariyat xonadonlar tomorqasiga kartoshka ekib daromad topmoqda. Bu yerdagi 5 ta mahallada har yili bir mavsumning o'zida 20 ming tonnadan ziyod hosil yetishtirilishi katta natija. Eng muhimi, mahsulotning qariyb yarmi qo'shni davlatlar hamda Rossiya bozorlariga eksport qilinmoqda. Bizning asosiy driverimiz qishlog'imizda asosiy kartoshkachilik. 99% aholi kartoshka ekib yaxshi daromad topadi. Xonadonlarimiz bir yilda eng kami yeri bori ham 40 million daromad topadi. 100 million, 150 million daromad topadigan xonadonlarimiz ham bor. Bugungi kunda qishlog'imizda yetishtirilayotgan kartoshkalarning 20 ming, 30 ming tonnasi chet davlatlarga eksport qilmoqdamiz. G'ovada kartoshkachilik avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'ana hisoblanadi. Qishloqning taniqli dehqonlaridan biri Habibulla Yo'ldoshev yer tanlash, urug' saralash, suvni me'yorida berish, hosilni saqlash sirlarini yaxshi biladi. Eng ahamiyatlisi tajribasini yoshlardan ayamaydi. Bizning Chust tuman G'ova qishlog'imiz tog'li hududda joylashgan. Asosiy xalqimiz kartoshkachilik bilan shug'ullanadi. 17 ming oshara aholimiz bor. Jamiki qishlog'imiz bo'yicha 20 ming tonnadan oshara kartoshka yetishtiriladi. Yana kuzgi mavsumi yana bor. Takroriy ekin qilib turib, yana ekiladi. Unda ham qariyb bir 10 ming tonna shunga yaqin kartoshka yetishtirishadi. Asosiy siri birinchi bu kartoshka yetishtirishda urug'ini chiroyli qilib sozlab, fevral 20lardan ekiladi. Mahalliy o'tlar bilan yerni yaxshilab, shudgorni vaqtida qilib, mehr bilan ishlasa, albatta bu chiroyli, yaxshi hosil beradi. Qishloqda ayollar ham dehqonchilikda faol. Nilufar Turg'un va bolaligidan otasi yonida yurib, yer bilan ishlashni o'rgangan. Bugungi kunda bahorgi va kuzgi mavsumda kartoshka ekib, yaxshi daromad topmoqda. Yerga erta urug' qadagani bois hozirning o'zida pishib yetilgan hosilni bozorlarga chiqaryapti. Mehnatining natijasi